Eng oson AP ekzamenlari top 3 taligi. Uchinchisi, AP Environmental Science. Atrof muhit, ifloslanish, iqlim o'zgarishi va kundalik hayotga doir bo'lgan masalalar bo'lgani uchun juda qiziq va oson. Shuning uchun ham bu ekzamenni topshirgan studentlarning 90% uning qiyinlik darajasini 10 dan 4.3 hisobida baholashadi. Ikkinchisi, AP Human Geography. Bu ekzamenni topshirgan studentlarning 91% uning qiyinlik darajasini 10 dan 4 deb baholashadi va bu dunyo haqidagi fan. Unda matematika va hisob kitoblar yo'q. Shuning uchun ham u real misollarga asoslangani uchun qiziqarli va oson tuyuladi. Eng osoniga yetib keldik va eng birinchi o'rinda AP Psychology. Bu ekzamenni topshirgan studentlarning 98% uning qiyinlik darajasini 10 dan 3.5 deb baholashadi. Unda matematika yo'qligi va asosan tushunchalar va terminlar bo'lgani uchun uni topshirish va 5 dan 5 olish osonroqdir. Agarda videoning ikkinchi qismida eng qiyin AP fanlari bo'lishini xohlasangiz, izohlarda AP so'zini yozib qoldiring. Ko'rishamiz.